mist clings heavy to the floor tonight. Two shadows moving in the pale moonlight. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana yozning kunlari asta-sekin o'tmoqda. Barchangizga xayrli bo'lsin deya Shepment go'sht markazi sifatli qo'y go'shti va mol go'shtlarini sizlar uchun oila a'zolaringizga taqdim etadi. Keling tashrif buyuring. Manzilimiz Namangan shahar Do'stlik akademik litsey ro'parasidan tushganingizda Lada Servis yonginasida joylashgan. Qazi, yuklangan dumba, til, pishgani ham, xomi ham bor, ustunba rulet, мясный ассортимент, sutiy mahsulotlar barchasi Shepment go'sht markazida.